Qizlar, bugun Get Ready With Me italyanskiy показ modga va sizlar bilan bitta muhim temani ko'tarmoqchiman. Hayotingizda hatto bir marta bo'lsa ham oq ko'ylak kiyib bo'lmaydi, o'rtog'im to'yiga e'tibor o'ziga tortyapti degan gap eshitgan bo'lsanglar kerak. Ko'ylagingiz juda ham oddiy bo'lsa ham, lekin oq bo'lsa, kelindan o'zingizdan e'tiborni tortgan hisoblanar ekansizlar. To'g'risini aytaman, sizlarga bu haqiqatni, bu faktlarni men faqat o'rtog'im to'yiga oq ko'ylakda borib qo'yganimdan keyin bilganman. Bu faktlarni men nima uchun aytyapman? Men qilgan xatoni qilmanglar. Oddiy abaya bo'lsa ham oq rang bo'lmasin. Har bitta kelin to'yda oppoq bo'lib ajralib turishni xohlaydi ekan. Eng qizig'i, Toshkentda вечерний ko'ylak kiyib, uzun kabluklarda boradigan joylar juda ham kam. O'rtog'inglarning tug'ilgan kunlariga, bayramlariga chiroyli shunaqa kiyinib borsanglar, qatga savoldi, bu to'y emas-ku deb o'ylashadi. Sizlar nimaga bizga unaqa qiyin? Oliy kabluklarda borib aylanadigan joylar kam. Agar shunaqa joy chiqib qolsa, albatta oq ko'ylaginglarni kiyib olinglar. Obrazimga birdan 10 gacha baho beringlar. Jimmy Choo kablukka albatta perchatka zo'r tushadi. Videoni esa yaqinda to'yga borish kerak bo'lgan o'rtog'inglarga jo'natib qo'ying. Har bitta qiz hayotida qiladigan xatoni qilmasligi uchun.